Xabar berganimizdek, poytaxtimizda muhandislik oyligi 2026 bo'lib o'tmoqda. Ayni daqiqalarda jarayonlardan hamkasbimiz Inobat Matyoqubova jonli efir orqali so'nggi voqealar tafsilotini bizga yetkazishga shaylar. Ular bilan bog'lanamiz. Marhamat, efirlarsiz. Assalomu alaykum, yana bir bor g'olib, to'g'ri aytib o'tdingiz. Ayni paytda Toshkent axborot texnologiyalari universitetida muhandislik oyligi butun mamlakatimiz bo'ylab tantanali start oldi va oylik avvalida raqamli kelajak ko'rgazmasi mana tashkil etilgan. Bu yerda mamlakatimizdagi 30 dan ortiq oliy ta'lim muassasalaridan o'sha ishlab chiqaruvchilar, yosh texnologlar o'zlarining loyihalarini taqdim etishmoqda, ilmiy ishlarini taqdim etishmoqda. E'tirof etish lozim, ishlanmalar bir-biridan chiroyli va albatta o'sha mushkulimizni oson qiladigan yangi innovatsion ishlanmalar deyishimiz mumkin. Biz mana shu ko'rgazma haqida hozir ma'lumot olish uchun Toshkent axborot texnologiyalari universiteti dotsenti Elmira Nazirovaga yuzlanamiz. Assalomu alaykum, Elmira opa. Bugungi ko'rgazmaga yoshlarimiz qanday ishlanmalarni olib kelishgan? Assalomu alaykum. Hozir mana o'zingiz ta'kidlab o'tdingiz, raqamli kelajak innovatsion ko'rgazmalar tanlovi doirasida ayni damda saralab olinganda 100 dan ortiq ishlanmalar taqdimotini ko'rib turibsiz. Bir-biridan jozibador, bir-biridan ishlab chiqarishga taqdim etilishi mumkin bo'lgan turli turdagi ishlanmalarni hozirgi kunda talabalarimiz tomonidan ishlab chiqilganligi va ularni soha korxonasida qo'llab-quvvatlanayotgani juda ham ahamiyatli hisoblanadi. Ayni damda hozir agar ahamiyat beradigan bo'lsak, ishlanmalarni, demak, ta'limga tegishli bo'lgan ishlanmalarni ko'rishimiz mumkin. Mana birgina ishlanmaga ahamiyatingizni qaratmoqchi bo'lyapman. Hozir mana shu ishlanmamizni o'zida, demak, biz oliy ta'limda yoshlarimizni o'sha ta'limni rivojlantirish va qo'llab-quvvatlash hamda ularni real vaqt rejimida ko'rsata olish, qo'llab-quvvatlay olish imkoniyatiga ega bo'lgan mana ushbu ishlanmaga ahamiyat beramiz. Bu ishlanmani bizning birinchi kurs talabalarimiz ishlab chiqqan bo'lib, fanlarni tanlaymiz va bu fanlarni real vaqt rejimida VR qurilmalari yordamida, mana joysticklar yordamida ularni ushlab ko'rishimiz, his qilishimiz va ular orqali tajriba sinov natijalarini amalga oshirishimiz mumkin bo'ladi. Va yana e'tiborimizni tortgan yana bir jihat mana bu o'sha murakkab naqshlarni matoga ishlab chiqarishda qo'llash bo'ldi. Bu haqida ham ma'lumot bersangiz. Rahmat. Mana hozirgi kunda so'nggi paytlarda rivojlanayotgan fraktal grafika tushunchamiz hozirgi kunda ta'lim sohasiga ham kirib keldi. Nafaqat ta'lim sohasida, balki ishlab chiqarishga ham qo'llanishi mumkin bo'lgan ushbu sohada biz turli turdagi murakkab naqshlarni dasturlar orqali, o'sha kompyuter dasturlari orqali ishlab chiqamiz va ularni tegishliligi bo'yicha sohalarda qo'llashga yo'naltiramiz. Bu nima degani? Matolarga ishlab chiqishimiz, gazlamalarga, to'qimachilik, yengil sanoatga va murakkab sohadagi ishlab chiqarishlarga ham fraktal grafika orqali qo'llashimiz mumkin bo'ladi. Bunday turdagi ishlanmalarni talabalarimiz tomonidan ishlab chiqilayotgani bizni juda ham quvontiradi. Hozirgi kunda ahamiyat berdik, soha korxonalari bu sohalarga juda ham katta qiziqish uyg'otdi. Qurilish sohasi bo'ladimi, ishlab chiqarish sohasi bo'ladimi, yengil sanoat, to'qimachilik sohasi bo'ladimi? Biz demak bemalol ishlanmalarni qabul qilishimiz, buyurtmalarni qabul qilishimiz va ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Juda ham yaxshi, Elmira opa. Mana shu oldingi dasturlarda, oldingi tanlovlar orqali bugun moliyalashtirgan loyihalar ham bormi? Albatta, bunday turdagi loyihalarimiz ko'p. Hozirgi kunda mana agar guvohi bo'lgan bo'lsangiz, Economizer loyihamizni hozir juda ham ko'p soha korxonalari, ayniqsa yengil sanoat, ishlab chiqarish va zavodlar ham qiziqish bildirishdi. Bu hozirgi kunda biz haydab yurgan mashinalarimizni havosini tozalab, ekologik muhitni bizga o'sha barqarorlashtirib berishga xizmat qiladigan loyihalarimiz. Bunday turdagi loyihalarimiz juda ham ko'p. Demak, o'sha tilmochi loyihalarimiz, tarjimon dasturlarimiz bular hammasi shularga misol bo'la oladi. Rahmat katta. Biz mana ko'rib turibsiz, turli mana shunday yangiliklar, ixtirolarni, ilmiy ishlanmalarni ko'rishimiz mumkin va mana shu ko'rgazma doirasidagi, oylik doirasidagi tadbirlardan yana keyingi dasturlar orqali xabar berishga harakat qilamiz. Hamkasbimiz Inobat Matyoqubova muhandislik oyligi doirasidagi so'nggi tafsilotlar bilan to'xtaldilar.